Bo'ldi, erkaliging ham jonga tegdi. O'qiysan endi. Dada, ketmang, siz ham qoling. Ho'kizday bola, muncha erkalanasan, o'qiysan. Bo'pti. Alo. Darsga kirgizmayapti meni. Nimaga darsga kirgizmaydi seni? Sal kech qoldim. Qancha kech qolding? 58 minut. Bormasang ham bo'lar ekan o'zi. Iman. Ha, Alo. hozir. Dada, avtobuschi pul so'rayapti. Minudingmi avtobusga? Ha? Bu yerda bo'lmasa. Ha, nima deysan sen bola? Toza deb qo'yding ey. Dada, men yashaymay shu yerda o'lib ketaymi oshdan? Biz ham o'lib qolganimiz yo'q mana. O'tiribmiz makron yeb. Ana Ablosnoyda to'rayda qazi xuddok bor. Ertalab 9 dan kechqurungi 3 gacha ishlaydi. Bor ye o'shandan. Men ham yeganman o'zim. Zo'r ta'mi. Dadam aytgancha bor ekan. Dadamga aytmasam bo'lmaydi. Alo, dada, meni sirroshni uylantirmasangiz bo'lmaydi? Do'stlar, mana shu bosim buva Captiva'sini otam bosib ketdi. Shunda ham Alisher aka tinchimadi. Ko'rasizlarmi? Zominda juda ham qor qalin. Captiva toyib orqaga qarab ketib boryapti. Shunda ham Alisher aka qaytmay, mehr ulash maqsadida tepaga chiqishga intilyapti, ko'rib tursa. Alloh bularni har bitta qilgan ishlariga Alloh hasanat yo'ldasin. Alloh yaratganga mana shu bu dunyoda qilayotgan yaxshi amallarni, savobli amallarni jannatda 8 teshikni ochib qo'ygan shuni xohlagandan kirgan yasar qilib ko'rdigorim. Bugun Jizzax Navoiy kolxozidan bizni kuzatuvchimiz Hayotjon kelgan. Xush kelibsiz. Qanday o'zingiz? Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Yaxshi inshaalloh. Qadri baland inshaalloh. Mana Bosim boboga kelib, mana shu Ashir akani taklifi bilan bugun Bosim bobo choyxonasiga keldik. Mana somsalardan yeyapmiz. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Bularni Allohim hajraga, umraga, Makkaga, joylarga yetkazsin. Amin. Tinchlik, xotirjamlik, sog'lik bo'lsin. Pok Parvardigor mana shu yerda qo'lini ochib amin deganlarni barchasiga ikki dunyo shahodatini bersin. Allohim qilgan gunohlarni mag'firat qilsin, jannatlarga loyiq ko'rsin. Allohim Parvardigorim so'nggi nafasda la ilaha illalloh kalimasi bilan chiqib ketishga nasib qilsin. Mana shu Bosim boboni ochgan hamma Ashirjon akamizni joni jigarlariga, barcha yordam qilganlariga Allohim ularni ham ishlariga rivoj bersin. Allohim Parvardigorim mana shu bundan ham yaxshi joylarni nasib qilsin. Alloh Robbina atina fid dunya hasanatan va zabanna rahmatullohi amin. Allohu akbar. Lekin bu katta ko'rinyapti-yu. Voy shuni. Rashid aka, mana Bosim boboning 2 kilolik mehr somsalari. Agar mana shuni 15 daqiqada yesangiz $100. Undan voqlaysan? Undan vaqtli yesangiz umraga jo'natamiz. Undan voqli yolmasam keyin yaxshi niyat. Lekin bu katta ko'rinyapti-yu. Voy shuni. Mana sho'rvasini ko'ryapsizmi? Mashinani banfiri topiladi, lekin 2 kilolik Bosim boboni somsasi topilmaydi. Topilmaydi. Mashin ko'p-ku. Gap yo'q. Yoqimishda ha. Buni o'zingiz yeysiz endi. Qora bola. Buni yegandan keyin Oqarib ketadi. oqarib ketadi. Siz tanovul qilayotgan mehr somsaga har kuni mana shunday tonnalab buqalarning go'shti tug'raladi. Bu yog'siz go'sht, semirtirmaydi, xolesterin yo'q. Mehr somsaga shunaqa uylanmagan buqalarning go'shtidan tonnalab buqalar kuniga tug'raladi. Bosim boboga. Buni yegandan keyin faqat Bosim boboga boray deysiz-da. Dada, endi menga bir ruxsat berasiz. Qaynotam bir sarpo qilib beray deyapti. Bir chotki kiyinib kelay. Nima? Qaynotam deysanmi? U hozirgi yoshlar qahqarib ketyapti. Hali men o'lganim yo'q. Senga kiyim kerak bo'lsa men o'zim qilib beraman. Tush oldimga. Erkak, mana mont, erkaklar kiyim do'koni. Yur, seni shu yerdan kiyintiraman.
hammasi zo'r bo'ldi. Rahmat dada. Sen telefoningni? Ha. Oppoq dadam ekan. O, qaynota. Dadam kiyintirdi montdan. Bosh oyoq sarpo qildi. Sen erkaksan, g'ururing bor dedi. Bizga sizda hech narsangiz kerak emas ekan. Faqat shu bitta mashina bersangiz bo'ldi. Xo'jayin xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Mana siz yaxshi ko'rgan baliq. Rahmat. Qanimda o'tiring. Qan tinchmi? Ishlar qanday ketyapti? Yaxshi, hammasi o'zim nazoratim ostida. Ishlar ko'payib ketib, kameralarni ham tekshira olmayapman. Bosma baliqda nima gaplar? Tinch, hammasini o'zim legirovka qilib turibman. Ha. Aniqmi? Ish boshqaruvchi borki, Jamshid aka. Umuman ishlamayapti. Keyin Bekzat aka borda kastir. Hammaga tekinga choy beryapti. Voy, yana kim? Ishimchi blogerlarimiz borki, bari shular bir tenga qimmat. Barisiga iPhone olib bergansiz. Menga ham bitta iPhone olib bersangiz, sizga bari ma'lumotlar yetkazib turaman. Yo'q, to'g'rilarchi? Ma, gapir. Kecha 3 tonna baliq keldi-ku. Beka povrimiz bor-ku, shu 200 kilosini uyga saboy qilib beryapti. Kassaga pulni ham to'lamadi. Men ularni hammasi bilan o'zim gaplashaman. Sen mana shunday yaxshi ishlasang, bosim bog'ini nafaqat O'rta Osiyo, Yevropadan ham ochamiz sana. Rahmat boshliq, baxtimga qulog'im bilan siz omon bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Ha 2 kiloligidan yeymiz, 2 kiloligidan. Mana bugun Bosim boboga Bobur akam kelgan oilaviy. Assalomu alaykum hammaga. Sirdaryoga kelganimda albatta Bosim bobo kelaman. Uyimga ham yaqin. Yarim soatlik yo'l, shunday uydagilarni olaman-da ketdik Bosim bobodan somsa yeymiz deyman. Ha 2 kiloligidan yeymiz, 2 kiloligidan. Bobur akam ham Bosim boboni tanladi. Ha, yo biz davni tanlagan. Davni tanlagan. Ochilganini tanlagan. Birinchi bo'lib kelgan. Oxirigacha. Toqqa do'stlarni aytmasdan o'zi keladigan joylar bor-ku, do'stlar hammasini chopib tashlab. Ana shunaqa bolalarga jo'natib qo'yamiz. Sal bolalarni aytib kelinglar, ko'pchilik bo'lib, yig'il. Eshitdim do'stlar, tez yuborib qo'yamiz bu shunaqangi do'stlarga. Nima deysiz ekan? Biz chopmadik, biz keldik. Hasbek. Bugun 10 tonna buqa go'shtidan dunyodagi eng katta mehr somsalarni tayyorlaymiz. Bosim bobo choyxonasidan minglab 10 kilodan 2 kilogacha hamda o'rtacha somsalarni tonnalab o'zimizning jaydari mol go'shtidan samimiyat va mehr bilan tayyorlashar ekan. Dunyodagi eng katta gigant somsalarni yopish uchun 13 ta tandirimiz tayyor holatda. Alisher aka, Bosim boboning mehr somsalarini chet davlatlarda tayyorlash niyatingiz bormi? Bizning mehr somsalarimizni nafaqat dunyo, Marsdagilar ham tatib ko'radi inshaalloh. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisa tugmasini bosishni unutmang. Bosim boboning mehr somsasi shunchalik mashhurki, uni tatib ko'rish uchun butun respublikamiz, hattoki O'rta Osiyodan kelib, minglab insonlar navbatda turishar ekan. Mani hayron qoldirgan tomoni yana qo'shimchasiga 1000 ga yaqin insonlar uchun yangi bino qurilmoqda ekan. Somsalarning ta'miga kelsak, yumshoq va mazali go'sht bilan to'ldirilgan mehr somsalari chinakam ta'mni qadrlovchilar uchun yaratilgandek go'yo. Buni qaydigan odamni birinchi marta ko'rishim. Kommentariyada kim ko'p do'stini belgilagan akkaunt egasiga 20 kishilik davra mutlaqo bepul taqdim etiladi. undan tashqari $200 pul mukofoti ham bor. Agar sizga Bosim bobo somsalari yoqsa, bitta like bosib, ushbu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying. M39 trassa Toshkentdan Samarqand kelaverishda, Jizzax mosiga yetmasdan O'nqo'lga 2 kilometr ichkariga kirganingizda yoki Samarqanddan Toshkent ketaverishda Saribdor Dashtobod yo'nalishi. Zomin chorrahasidan o'ng qo'lda, Zominga chap qo'lda esa Bosim bobo choyxonasining mehr somsalari kutib oladi. Tez. Zolat bo'lyapman. Menga qaraqasam hozir yetib keladi uchrashuvga. Bo'ldi onajon, men o'zimga qo'yib bering, men o'zim bopilab tashlayman. Xullas, sizmi men bilan uchrashuvga chiqqan? Dangal gapiring, uylanasizmi yo'qmi menga? To'g'risini aytsam, sizni yaxshi ko'rib qoldim. Uylanaman. Xullas, men axirga gelik tayyorlang, menga gelik olib berasiz, tushundingizmi? Olib beraman. Obo, chiqib kuydirmasa bo'ldi-da, bu erkak saus. Hey bola, o'zingga bir oyoq kiyim ol yangi. Ona mahrga gelik so'ragan, gelik olib berishim kerak. O'g'lim shuni haddushi sevibdi-da. Gelik olaman deb yomon chiranib yotibdi. Voy, nima balo qilyapsiz buncha tiqib? Bu Bosim boboning somsasini 15 mingga bersam, 400 ming pul berar ekan. Gelikka, qanday? Voy, sizga gelik Cobalt emas bitib pul yig'adigan. 5 yil deganda gelikning ondan bir qism pulini yig'dim. Yana 50 yil sabr qilsang, gelik olib beraman deb aytaman.
gelik, pul. O men o'lay deb pul yig'dim. Turib qol. Qizlarni mahriga gelik olib bering degani, pashol degani ekanda. Toybola, sizga olib kelyapman. Ya, dada, menga olib keldingizmi? Butun mahalla ko'rdi. Hammani yonib ketdi bu yog'i. Niyat qilib olib keldim-da. Qani o'g'iltoy? Proba qiling qani? Oho, patologin zo'r qildi lekin dada. Dada, sumak qani buning? Sumak. Dada. Dada, sumak kim o'g'limga deb yozibsizmi? Qo'shnilar ko'rsa nima deb o'ylaydi? Nima deb o'ylaydi? Ular yoshligida ishlatmaganmikan? Taqqani? Yo'q, Ishlatsang ishlat, nozlanmasdan. Bo'lmasa hozir qizlarnikidan olib kelib beraman. Ha. Qaytar dunyo deb qo'yibdi. Katta bo'lsa qaytarar. Bolajonim, men sen uchun shuncha harakat qilyapman, odamlar ko'rsin, o'rnak olsin deb. Men sening kelajaging uchun Edway degan o'quv markazini gaplashib qo'yganman. Unda hamma fanlar bor. Prezident maktabiga ham tayyorlaydi. Men seni 2-3 fanda o'qitaman. Shunda skidga ham qilib berar ekan. Bolajonim, sen shu yerda o'qib odam bo'lasan. Men sening uchun harakat qilib yuribman-da, bolam. Nima bala bu iPhone? Dada, sizga surpriz olib keldim. Yoshligimda hammaga o'rnak bo'lsin deb menga sovg'a olib kelardingiz-ku. Sizga ham sovg'a olib keldim. Tadam! Mashinaga yopishtir, qo'yga ham yopishtirasan, men ham murda shov. Voy. Bam 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 boy boy.